akalar qarangni. Ko'ryapsizlar, vaqt bor-da. Azlarim Uchqo'rg'on shahrimizda yana bir ajoyib yangilik. Qadrdonlarim, ko'ryapsizlar, oldinlari xuddi shu yangi bozorda juda ham ko'p yillardan beri katta bozorimizda ham ishlab kelgan, Hayot nomi bilan tanilgan qurilish materiallar do'koni endilikda ushbu do'kon rahbariyati tomonidan Belinka yangi do'kon barpo etildi. Endilikda ushbu ko'rib turgan do'konlarining nomi Belinka. Qadrdonlarim, bu do'konni bugun Xudo xolasa ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Yangitdan ochilyapti. Qadrdonlarim, bu joyda Qorakela tomonidan chiroyli ochilish marosimi bo'ldi. Bundan tashqari Namangandan kelgan mahoratli ustalar tomonidan Uchqo'rg'onlik ustalarimizga atachentalarni qandoq qilish, traventinni tartib qoidasi, xuddi shunga o'xshash narsalar haqida master-klasslar o'tkazilyapti. Qadrdonlarim, jarayonni birgalikda ko'ramiz. Endilikda siz musofirda turib hech qachon qurilishga qiynalmaysiz. Agar siz atachentani mukammal bilmasangiz, bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, Xudo xolasa atachentani ham o'rganib olishingiz turgan gap. Qadrdonlarim, jarayonni birgalikda ko'ramiz. Manzil Bozorboshdan kelgandagi yangi ochilgan yangi bozorda xuddi shu o'ng qo'lda joylashgan Belinka nomi bilan tanildi. Endi bu do'kondagi jarayonlarni birgalikda ko'ramiz. Qarasangiz, qarog'am bunaqangi teksturada chiqmaydi. Yana shunaqa qilib turib, bosib, etib bundoq qilib berib qo'ysam bo'laveradi. Do'stlar, qadrdonlar, ayni damda yonimda ushbu yangi ochilgan stroy materiallar do'koni Belinka do'konining asoschisi Ne'matullo turibdi. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Juda xursand bo'ldik. Sababi bunaqa master-klasslar bilan viloyatdan eng zo'r malakali ustalarni olib kelib, Uchqo'rg'onlik ustalarga mana master-klass o'tyapti. Juda ham xursand bo'ldik. Xo'p, o'sha bu do'kon bugun 23-martdan o'z ish faoliyatini boshladi, shunaqami? Asosan bu yerda eng noyob narsalar atachenta, undan tashqari kraskalar, barcha mahsulotlarimiz bor ekani. Xo'p, o'sha ish vaqti nechadan nechaga? Ish vaqtimiz kunga fasliga qarab o'zgaradi. Ertalab hozirgi kunda soat 7:30 soat 8 da boshlayapmiz, shomgacha ishlaymiz. Yozda ham xuddi shunaqa soat 6:30 da boshlaymiz, shomgacha ishlaymiz. Xuddi shunaqa. Xo'p, Ne'matullo, shu o'rinda bir narsa, meni bilasiz, juda ham ko'p obunachilarim musofirdan turib kuzatadi. Uyimni quraman, remont qilaman, to'y qilaman deb musofirda yurganlar juda ham ko'p. Malakali ustalarni bilishmaydi. Men sizga shu hozir ijtimoiy tarmoqda men sizni tavsiya qilsam, siz o'zingiz ustani ham topib bera olasizmi? Albatta, topib beramiz aka. Malakali ustalar ham bor-a? Ha, ustalarimiz bor aka. Ustalarni gaplashib o'zimiz yoki bo'lmasa jo'natamiz, joyiga borib gaplashib, narx-navosini kelishtirib, bizning nomimizdan chiroyli narx qilib beramiz aka. Siz nomingizdan bizning nomimizdan chiqarib, xudo xohlasa chiroyli narx qilib berishadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, men bu do'konda nimaga abo'yi ko'rmayapman? Abo'yi aka, yonimizda do'kon qo'yganmiz. Bu do'kon hozir ikkita, uni yonida yana bitta do'konimiz bor. Orqada ham yana dekor qilasiz, yana bor boshqacha mahsulotlarimiz bor. Hozir siqqani shu bo'lgani uchun yana bitta yonimizda abo'yi do'kon bor, u joyga ham qo'yganmiz aka. Bo'lishi mumkin emas. Xo'p, hozir atachentani ko'rdik. Atachentada aytdingizki, yilida 30 ta olganga bittadan televizor beraman dedingiz. Faqat bu firmadami yoki siz ham qanaqadir o'zingiz klientlaringizga boshqa mahsulot olsa ham podarkalar berasiz yoki bonuslarga chegirmalar qidirasiz? Ha, shu ustalarimiz xudo xolasa kelib turishadi. Ularni o'zimizni xudo xolasa haligi o'zimiz hisobimizdan bir o'zlariga kerakli qanaqa bir instrument, metr, shunga o'xshash nimalar bo'lsa, instrumentlar bo'lsa, o'zimiz bonus sifatida qilib beramiz xudo xolasa. Instagram kanal ochdingmi? Albatta, Instagram kanal. Xo'p, do'stlar, qadrdonlar, ko'ryapsizlar, Ne'matullo xuddi shu do'konning asoschisi. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, pastda Instagram sahifalarini atmetga qo'ygan, bemalol obuna bo'lib, muntazam kuzatishingiz mumkin. Qadrdonlar, bunaqa sharoit qayerda bor? Siz musofirdasiz, bemalol telefon qilib, uyingizda usta ishlatish imkoniyatiga egasiz. Mana o'zlari ustani ham topib berar ekanlar. Bular ishlariga, bularning mahsulotlariga biz ham 100% kafolat beramiz. Sababi bilasizlar, Zalatoy Uchqo'rg'onda albatta eng zo'rlardan zo'rlari chiqadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stim. Sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Pastda raqam qoldirib qo'yaman, bemalol murojaat qilasizlar. Sog' bo'ling, rahmat katta. Charchamang. Salomat bo'lasiz.